Ko'p odamdan savol kelyapti, aka, reyestrda bor yoki yo'qligimizni qanday tekshirib olsak bo'ladi deb. O'sha hamma savolga bitta video qilib javob beraman. Ko'p odam buni pulga tekshirib beryapti, men esa buni besplatno ko'rsataman. Sizlar xuddi shunday o'zingizni tekshirib olishingiz mumkin. Buning uchun poiskovoy sistemaga kiramiz. Bu yerda mvd.ru RLK reyestr kontrolируемых лиц сокращенно teriladi. Shunga kirasiz reyestr. Xo'sh, shu reyestrga kirganingizdan keyin mana bunday chiqadi. Familiya, imya, отчество teriladi bu yerga. Shu yerga kirasiz, familiyangizni terasiz. Xuddi pasportdek. Keyin format rождения 3 ta nuqta bor. Birinchi nuqtada bu turaveradi. Gод rождения, tug'ilgan yilingiz. Месяц rождения, tug'ilgan oyingiz. Keyin день rождения, tug'ilgan kuningiz. Shu hammasi teriladi. Keyin seriya nomer pasporta, xuddi pasportday tekshirasiz. Bu заграничный pasportingiz, tekshirsangiz bo'ladi zagran pasportni. Zagran pasportda qozoq, o'zbek ko'plar pasportda bu Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston pasportda seriya nomer bo'ladi. Tojikistonlikda faqat nomer bo'ladi. O'sha pasportingizda seriya nomerini terasiz. Data выдачи, qachon berilgani, nechinchi yil berilgan. Shularni to'ldirasiz. Robot emasligini tasdiqlash uchun mana bu nomerni terasiz. 996 M9. Очистitni bosmang, chunki hamma narsa udalib bo'lib ketadi. Bu iskatni bosasiz. Iskatni bosganingizdan keyin mana bu tepasida qaytib hammasi chiqadi. Agar reyestrda отсутствует chiqsangiz, yo'qsiz demak. Bo'lsangiz agar reyestrda sizni daniylaringiz chiqib, ana shu yerda ko'rasiz. Bo'lmasa reyestrda tushganingiz bo'lsa, o'sha narsa chiqadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, like bosib do'stlaringizga tarqatib qo'ying, chunki bu muhim xabar. Hamma besplatno tekshirishsin. Like bosing, fikringizni kommentariyada qoldiring.